Dada, sen ilgari vakaldan mashina haydab berdigan vaqtingda benizni ko'paydiganmi? Benizmi? Techi rayonida to'xtatib qo'yilgan mashina haydaydigan ishlar ko'p. Ko'p haydab baqmagan. Yana to'xtatib qo'ygan mashinalarni haydab beqib ekansan-da. Shundoq. To'xu go'shi do'koni taqilib Nagasaki to'rt do'koni yechilg'ichi bo'lgan ardliqda taxminan 6 oydak mashina haydagan. Esingizda qolmabdi. To'rt do'kon taqilib qolgandan keyin andin haydagan. Emsa bevosita qo'l solamdoq. U beniz mashinaga yemchik tashlab qo'ydi. Emsa hozirla boshlayli. Bu yana Rasululloh simvolik ma'nosi bor ekan. Dada, biz shoferlarning oshxonasida tamoq yeyotibdik. Rasululloh shundoq ekan. Xohlaganinglarcha yanglar, ha? Mard qiyofatga kirib maha bo'ldi. Bolalarning pulini qajlayapsiz shu. Ko'proq yegin, ha? Yaxshi. Ma'qul. Ko'proq yegan. Tunigun xonimga zodi nima degandim? Nima? Turibli yig'lab ketdi-ku. Bak hayron qoldim. Bak ta'sirlandim deydi. Men nadim bilay. To'rdan san'atlik davolash usulini izlab uningga mundaq so'zlab berdim. Shuning bilan u tuyuqsizlik yig'lab ketdi. Rostila sarankan. Men uning nima bo'lganini bilmayli qoldim. Nima? Bir ish bo'ldimi? Uy xizmatchisi yo'qmi? Kichiklarni aylantirib akray deb chiqib ketdi. Opse. Mashinamning o'rindig'ining ostidan buni tepib oldim. Ustamning qilig'ini deyman. Oy, nima bu? Dadasi kechiring. Ustamning bunday odam ishkeligini bilmabdiman. Biroq buningdagi g'alatilikni his qildingizmi? Nima? Odatda bu xil ahvolda mashinada qoldiq chash yoki halq tepilsa to'g'ri bo'ladi. Shundoq. Biroq qandoq bo'lib o narsani tushirib qo'ygandi? To'g'ri deysiz. Buni tushirib qo'ymasligi kerak edi-ku. Menimcha u ayolning ro'y holati bakli gumonliq. Nima demoqchi bo'lganimni tushundingizmi? Menimcha u ayol cho'qim odatdagidek ish qilmaydi. Voy, nimaymiz zahar ko'kay. Ballaqlab qolmasin. Endi qanday qilamiz? Agar mashinangizga tushib qolgan bo'lsa, aqlni bayqab qolsa sizga avorchilik bo'ladi. O'zingizni besib oling, erkinroq bo'ling. O'zingizni besib oling. Bularning hammasi parast, shundaqla o'rinliq gumon. Bu ish uchun saqchiga ma'lum qilmasaqmi bo'la? Albatta. Biroq meni uningdan so'ra desangiz, men qanday so'rayman? Yuzim tushib ketmamdi, ha? Shu emasmi? Uyat emasmi? Shunga men bunda o'ylab qoldim. Bir bahona tepib, uni ishdan bo'shatib eting. Buni qila olasizmi deyman. Shoferni. Bo'ladi, bildim. O gaplarni shoferni yuziga dab yurmasangizmi bo'ladi. O'zimizning yuzini tushaganning foydasi yo'q. Shu emasmi? Biroq ustam to'g'ri qilayotgan ishdan bo'shatish degandek temladi bir narsa chiqarib berdi. Hamsa uningga pul beraylik. Oy, dars o'tib oldingizmi? Do'stning bugungi pasi qandaqroq? Albatta, nihoyat yaxshi. Darsi o'tib bo'pti. Shundoq. Muallim, oldin qatam ustam sizni mashina bilan uyingizga olib qo'ygan-ku deyman, a? Shundoq. Siz bundoq so'rasam balkim g'alatilik his qilib qilishingiz mumkin. U kuni hech yuz bermagan bo'g'aydi. U bek qizg'in odam ekan. Meni Qo'yg'o bekitiga olib qo'ysangiz bo'ladi desam, uyingizga olib qo'yman deb turib oldi. Ma ablahni yarim kechada uyingizga bog'sib bormikan? Adarsangiz oshkorlanib qopti-da. Yo'q, Qo'yg'o bekitida tushib qoldim. Yaxshi qilibsiz. Nihoyat yaxshi qilibsiz. Jeyishga qaltisgansiz. Uningga bir ish bo'ldimi? Ish qilib u bundan keyin ishlaydigan bo'ldi. Qamlashmagan ishlarni qilib yuribdi-da. Nima ish qilibdi? Hech yo'q. Mashina bir ishning borligini bilsangiz bo'ldi. Biroq Rasululloh hayron qilalik ish bo'pti. U odam qarmoqqa mo'tvarlardek ko'rindi ekan. Oye, Jeyishga muallim, yana yoshdasiz, nurg'un ishlarni tushunmaysiz. Yangi davrdagi yosh shofer bizni bir mazgil xushal qilgan. Biroq yoshli cho'ngroq shoferlarni ishlasanglar texim yaxshi emasmi? Shundoq.
Undaq bo'lganda mashinamni aldırmay bexatar haydaydi. Tağamlarning şoförü şundaq edi. Ular uni kim ustam deb chaqiratdi. Bakli eg'ir besiq, yaqinliq odam bo'lg'ach, kichigimdan uni tag'a deb chaqiratdim. Kichik vaqtimda uning bilan o'ynashga amraq edi. Mushundaq şoförmi bormi? Ha, u kishining mijozi shundaq muloyim. Yaqinda tag'am Chicagoga ko'chib ketdi. Uning ishlayotgan, ishlamayotganligini bilmadim. Oy, bizga toza maska kerak. Bizni ko'rishtirib qo'ya olasizmi? Rost qiziqib qoldingizmi? Boshqalarga ancha ishonmas bo'lib qoldim. Tanishtirmasa, rostla boshqalarga ishongim kelmaydigan bo'lib qoldi. Biroq u shofirni jeshka muallim kichigingizdan taniydi ekansiz. Shun xotirjam bo'ldim. Oy. Uning bilan rostla ko'rishamsiz? Astoydillik bilan gap qilyapman. Yana ishonchlik odamlar tanishtirsa yaxshi bo'ladi. Qanday desam bo'ladi? İşenç deganimiz tugunga o'xshaydi. Bu oqini ko'zichi enikmi? Ya'ni bu ham sizimchan ekranga o'xshaydi, ha? Sezimchan ekran emas. Bu yoqqa boraysan-ku deyman. Efendi, keyningizni yana nurg'un ko'rib sinab boqmoqchi bo'lgan xaridorlar bor edi. Yaxshi mashina ekan. Buni ko'rib boqay, ya. O yig'ini ichyotidi. Mush yerda o'tirib saqlab turing. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Biroq buni telefonga ishlatkili bo'lamdi. Telefonga hozircha ishlatgili bo'lmaydi, chunki bu nusxasining hisoblash miqdori bakli cho'ng. Shunga telefonga mos kelmaydi. Bu mashina haydash texnikangizga nisbatan sinaq hisoblanmaydi. Erkin ozod o'ltirib haydasangiz bo'ladi. Bugun butun kun bak qo'rqtirim bo'ldim. Tushunaman. Varang-cho'rang ham odam ko'p, gapmi ko'p. Shunga beorom bo'lib qolgan bo'lsangiz kerak. Mashinada bo'lsam jimjit o'ltirib aramaydi. Rahmat sizga. Qarag'anda yo'llar xeyli pishiq o'xshaysiz, 38-siziqning janubidagi yo'llardan tortib kichik ko'chalargacha xeyli pishiq bilaman. Mashina haydayotganimga 30 yil bo'ldi. Odam tabiiy bilib qoldi ekan. Bir ishni uzun davomlashtirib qila olgan odamlarni bak hurmatlayman. Bu xizmatni oson desa oson, biroq bir uyning to'riki, bir shirkatning boshlig'i yoki bir yolg'iz er bilan kunda billi mengib kelib yursa, buni kasbdosh desakmi bo'ladi. Shundoq emasmi, ha? Men mushundaq ruhiy holat bilan mush kungacha davomlashtirib keldim. Vaqt degan tez o'tadigan narsa. Aylantirish texnikangiz yaxshi ekan, Garchi osonda ko'ringani bilan, biroq bu hamma odam qila oladigan ish emas-da. Uning semiz, kelangsiz turqi qarama. Amniyati uni o'ylaganlarim oddiy emas. Ba'zida u o'zini ayol xo'jayin chaqlatma qiladi. To'g'ri, bu uyda eng uzun turgan odammi dal shu xizmatkor. U dastlabda bu yerda turgan heliqi binokor Nangan Yunjaningmi oila xizmatchisi. Keyin Do'xuylarning oilasiga xizmatkor bo'lib, hozircha ishlab ketdi. Nangan Yunja ko'chib ketgandan keyin uni Pakmodroq tanishtirib qo'ygan ekan. Bu uyni obdan biladigan, ishni yaxshi qiladigan xizmatkor deb tanishtirib, uni davomli ishlatib kelishni aytdi ekan. Bu xizmatkorning o'rni xeyli mustahkam ekanmi, ha? Bira ishni tutib shuni bahona qilsak bo'ladi. Bu ayolni chiqarib etish uchun boshqacha vosita qo'llanmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Cho'qim planimiz bo'lishi kerak. Shaptul yegim kelyapti. Men shaptulga bak amroq. Xizmatkorga desangiz bo'lmadimi? Bu uyda shaptul yemaymiz. U mevani yeyish cheklangan. Do'xuyning deyishicha, u xizmatkorga shaptul qattiq reaksiya qiladi ekan. Shunga shaptul yemaydi ekan. Shaptulning postida tushib emasmi? 1 metr ariqda shaptulning tushlari bilan uchrashsalar, butun badaniga qizil narsalar o'rlab, nafas olish qiyinlashib, demi siqilib, bakli qiynib ketadi ekan. Yo'q. Men turgan joyda shaptul yo'q. Shu emasmi? Shuni danga. Dastlabda bu xil alomatlar ko'rilgandilar. Qaytib to'g'ri yesamla bo'latdi. Bak tuyuqsiz yuz berib qolg'achqa, to'g'rini qayaga qo'yganligimni unutib qoptiman. Qani. Arqamdagi bu ayol heliqi. Voy, bu bizning uydagi xizmatkor ekan.
endi qanday qilamiz? Chiroyning qandaqligini toza bilib ketmaydi ekanman. Mehmonxonada 2-3 qatimlik ko'rgan. Bu doktorxonada tortilgan suratkan. Bir qancha kunning oldida doktorxonaga salomatlik tekshirib kelib olgan edim. Ayolim bir qancha parcha o'z tortim rasm yo'llab avating dedi. Ondan uning orqamda o'tirganligini ko'rib qoldim. Biri bilan telefonda so'zlashib yetibdi-ku. Qasdan olmadim. Mundaqla qulog'imga kirib qoldi. Men bu ilojsizlikdan anglab qoldim. Qasdan olmadim. To'xta, dada, bakla hayajonlanib ketdim. Kayfiyatini turaqlashtirib olib, qaytadan bir sinab baqayli. Menmo ilojsizlikdan anglab qoldim. Kayfiyatini turaqlashtirib olib, turaqli ifodla. Qayta bir tilga. Qasdan olmadim. Xizmatkor ayol u qattiq vaqirab ketdi. Odala daverang. Rastala hech qisi yo'q, u nim dedi? O telefondagi odamga o'zining aktivchanlik kuchlik o'pka tuberkulyozi giribtor bo'lib qolganligini dedi. U qattiq ochiqlab, qanday qilishini bilmay qolgandek so'zlab ketdi. O'pka tuberkulyoz? Mumkin emas. Rost, u telefondagi odamga o'zining aktivchanlik kuchlik o'pka tuberkulyozi giribtor bo'lgan deb diagnoz qo'yilganligini dedi. Hozirgi vaqtda odamlar o'pka tuberkulyoziga giribtor bo'ladi. Hozirgi jamiyatda odamlar mushunda kasalga giribtor bo'ladi ekan. Mundaqda. Shu emasmi? Hozir ya o'pka tuberkulyoz qag'iz taqsidigan vaqt bo'lmasa, u degan qachonqi ishlar. To'g'ri chiqib izlab baqsangiz bo'ladi. Hozir Koreyada o'pka tuberkulyozi qo'zg'alish nisbati hamkorlik tashkilotidagi davlatlarning orasida birinchi o'rinda. Mushinondan qaragandimi, bu ayol sizning kasalni yo'shirib davomli ishlashi mumkin. Uyda do'sting bor, u tek kichik. Uyinglar do'sting bor, u tek kichik. O'pka tuberkulyozi giribtor bo'lgan odam oshxonada qochib yurganda tamoq etganda yutilib tushkirsa, voychan cho'zima bo'ldi. Navbat bu fursat qo'lga kelib qolgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Kim ustam? Bugungi bu ishni bolaning dadasiga hargiz dema. Tushundingizmi? Tushundim. Bolaning dadasi bilib qolsa, o'pka tuberkulyoz bo'lib qolgan odamni uyda shuncha uzun ishlatibsiz deb xafa bo'ladi. Balkim uningdan og'ir oqibat kelib chiqishi mumkin. Xotirjam bo'ling xonim. Yana sizning xato tushunib qolmasligingizni umid qilaman. Yana bir qatim deb qo'yay. Men xizmatkor ayolga qaritib demadim. Faqat ommaviy tozalik nuqtasida turib bu gaplarni sizga dedim. Tozaliqqa diqqat qilishning muhimligini siz bilasiz. Sizga bularni ilojisiz deb qoldim. Biroq mening maqsadimni xato tushunib qolsangiz, meni putoq chiqarib yuradigan odam qatoriga chiqarib qo'ygan bo'lasiz. Bundan ansiramasangiz bo'ladi. Men u kasal to'g'risida gap qilmayman. Boshqa bahona tepib uni ketkizayman. Hech qanday masala chiqmaydigan bahona bilan ketkizayman. Eng yaxshi usul bilan bir taraf qilaman. Bo'ladi demasa, shundoq bo'lsin. Hilqi, baya qo'lingizni yuvdingizmi?
Kim ustam? Qo'rg'ish qo'rimiz o'xshaydigan bir oshxonani bilamsiz. Yiroq bo'lib ketmasin, o'sha atrofda bo'lsa bo'ladi. Ha, bilaman. Kashlik tomoqni yeb bo'lgandan keyin uyga qaytmoqchimi? Ha. Men bo'ldimkin tam. Bugun shunda qo'rg'ish qo'rimiz sigim kelyotdi. Ilgari uyda ishlagan xizmatkor qo'rg'ish qo'rimiz qo'rishga bak usta edi. Ha, bir qancha kunning oldida iste'fo berayotgan heliqi ayol. Ha. Xonimim uning nima uchun tuyuqsizda iste'fo berganligining sababini demadi. Uy xizmatkorini har qanday joydan topqili bo'ladi degan bilan yanada afsuslanarli ish bo'ldi-da. U xizmatkor rost yaxshi edi. Uy ishlariga puxta, hamma ishlarni joy-joyida etmoqdi. Ishlarni o'zining xizmat doirasida qiladi. Mening chek-chegarani aniq ayirmaydigan odamlar bilan faqat xo'shim yo'q. Qandoq desam bo'la, uning birlik kamchiligi bor. Tomoqni ko'proq yeb qo'ydi. Anglasam u har vaqtlarda ichki kishlik tomoq yeydi ekan. Biroq umi tinim topmay ishlaydi-da. Undaq bo'lsa, xonim yana yangi odam topadi ekanda. Yangi xizmatkor deyman. Hozir cho'ng qalaymonqanchilik chiqdi. U ochimiz ketgandan keyin bir haftaga barabamayla uyning ichi axlatxonda qilish mo'g'dak bo'lib ketdi. Kiyimning purug'imi odamni tunjuqtirib o'ltirib qo'ygudek bo'lib ketdi. Do'stimning opsimi azaldan uy ishlarini qamlashtirib qilolmaydi. Tozalik qilmaydi. Atgan tomoqlarimi battiq. Shundoq bo'lgan taqdirdami, uni yaxshi ko'rdigansiz? Albatta yaxshi ko'raman. Muhabbat mushundaq bo'lsa kerak. Buning qarang. Bu zodi nima? Men bu shirkatni yaqinda bildim. Buni sizga qanday tushuntirsam bo'lar? Bu shirkat a'zolik tuzum bo'yicha ish qildi ekan. Maxsus sizdek direktorlarning oilasiga xizmatkor, parvishkor yoki mendek shopirlarni tunishtirib qo'ydi ekan. Bu xildikilarning qo'lida odam kuchi boyligi xel mo'l bo'ldi ekan. Mos keladigan kishilarni tanlab avatib beradigan kasbiy shirkat ekan. Namkor sizdan qaraganda-mo xeyli nomboy shirkatda qiladi. Balkim shundaqdir. Kim ustam? Nemishqa bu shirkatga bormadingiz? Ular men bilan aloqalashgan. Men nima degan bilan xeyli koni shopir emasmi? Meni shirkatga kelishni taklif qilgan. Biroq ular men bilan aloqalashganda sizning yaningizga kelib 100 turan imtihoniga kelish bo'lgan. Aslida mundaq ekan-da. Bu danglik shirkatning men qilgan iltifotini bundoq rad qilib olsam bo'lmas. Umrvoyat unutmayman. Umrvoyat unutmaysiz. Qara buni, yo'liq qarab maqmay. Bu namkartisini Ballarning opsig'i bersamla ish bitadi. To'g'ri, shuni sizga berdim. Meni badi deb yurmasangiz bo'ladi. Uni o'rniga shirkatga o'zim berib keldim desangiz yaxshiroq. Bo'ladi, shunday qilay. Sizning to'xtangiz bilan men o'zimni ko'rsatib oldigan bo'ldim. Aloqalashquchi maslahatchining telefon nomeri orqasida bog'u deyman. Avval maslahatchiga telefon qilib beqing. Oldingizga qarab aytdim. Yaxshimisiz? Oila mulozimatchilik shirkatining oliy darajalik maslahatchisi Lu Yongshan siz uchun mulozimat. Yaxshimisiz? Siz oila mulozimatchilik shirkatimi? Ha, shundoq. Qani so'zlang. Qarang, bu juvayni Makka aldamchilikni xil qamlashtira oladi ekan. Uning ovozi shundoq yaqinliq, bu tarafga men tortgan. Anglasam sizlarning shirkatinglar a'zolik tuzum bo'yicha mangdi ekansizlar, to'g'rimi? Biroq siz a'zolik kartasi bijirmagan, shundaqmi? Shundoq bijirmagan bo'lsam qanday qilsam bo'ladi? Bu nima? Bizni bir qancha tal material bilan ta'minlab bersangizlar bo'ladi. Deb beray, xotirlab olamsiz. Oila munosabatini isbotlaydigan isbot. Kimlikning ko'paytirilma nusxasi. Kirimni aniqlaydigan kirim isboti. Yana uy kinishkisi, yarmilik kinishkisi qatorliqlar. Nima yarmilik kinishkisimi? Bo'ladi. Şapkılayli. Kevim malım köprek ya. Ma'qul. Acha, bundan keyin mevani ishini oldi qo'yib ishini chekiversangiz bo'ladi. Bo'ladi. Dars o'tayotganda kirmang, a? Bo'ladi. Bak do'stim qani? Dudam qaytib ketdi. O'g'lim. Meni so'zish apparati. Apparati. So'zish apparati. Meni yaxshi ko'ramsan yoki so'zish apparatidimi?
Do'sting, darsdan bu yoqqa. yig'ilmashmay turibla yugurib chiqyapsan-ku. Onang qara. Yaqindan bu ham bek o'tirib O'sha yoqqa. ketyapsan. Bularni chiqib qopti-da. Yo'q, hech qisi yo'q. Nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Yana nima bo'ldi? Do'sting kapsizlik qilma. O'xshashgan bu. Ulardagi puraq o'xshashgan. Nima deyapsan? Bojaran kirib ketdi, ishkamolim seni saqlayotdi. Bo'ldi. Ishkamolim shundoq puraydi. Endi qanday qilamiz? O'xshamaydigan sopun ishlatamdiq, ha? Dada, kir yuvish parashutini o'xshamaydigan qilishimiz kerak. Darhol almashtiraylik. Meni kiyimlarni ayrim-ayrim yuzsin debsan, ochchig'imni keltirib. Buning sababi emas. Bu yer osti uyining puraqi. Bu abjaq uydan ko'chib ketsaklar, bu puraqlarning hammasi tugaydi. Qani. Nima degan bilan hozir mushi ish uchun beshimiz ketyapti. Mushining o'zimi bir hisobda yaxshi bosh ketdi. Shundoq. Hozir men sizlarga desam, bir amonlik saqlag'uchi qabul qilishqimi 5-600 doshoning o'quvchilari raqobatlashadigan davr. Biroq biz bir oiladagi hammamiz xizmat topdik. To'g'ri deding, dada. Har oylik maoshimizni qo'shib boqayli. Har oyda ularning uydan oz pul olmaymiz. Shunaqa emasmi? Mush yaxshi fursatdan foydalanib pak mudirga rahmatimizni bildiraylik. Yana men xo'mi bor. Kuyov degan bu soltak shundoq yaxshi do'st tutyapti ekan. Uning bahonasi bilan bizmi bir-birlab, mavi soltakni doim shundoq vaqt paydo bo'ldi ekan desa? O'lgur. Uning advini bir berib qo'ysa. Pah kimki-yo, yomon bo'lib ketibsan-ku. Bo'ldi, to'xta. To'xta. Buni ishlabgin, ha? Oy, qani aç, o meskallah. Pa. Hey! Deniz o'z shartsidek ko'rindi ekan. Bugün hava uçuk, tamam. Bulutlar asta-asta yetkilyapti. Biroq qora bulut yo'q, tamam. Topshirib oldim, tamam. Hozir Do'xuy achaning eg'izlari ushlanib ketdi, tamam. Xuddi o'rdakka o'xshab qoldi. Pak Do'xuy xafa bo'lib qoldi, tamam. Köyüm muallimni taklif qilib, uyda qilib ingliz tilini o'rgansam bo'lmamdi. Balani hozir yo'lga chiqamiz devasak, yana shundoq o'tirganni. Hamon bag'indikin xushal xo'ram o'ynab kelmamdi. Shu emasmi Do'xuy? Sizmi bilasiz, bu odatli lager palita emas. To'g'ri. Och turib inisining tug'ilgan kuniga qatnashmiz qanday bo'ladi? Bunday qilsangiz bo'lmaydi. Men shuncha aldirash turibmi vaqt chiqargan tursam? Shu emasmi? Agar bormsangiz ziyon tortadigan odam o'zingiz bo'lib qolsiz, ha? Haras, proyektorni biladigansiz? Bilaman, shunimi olamdim? Shundoq. Sirtqa qo'yadiganni cho'qim elib oling, ha? Do'stingning dalada ishlatilgan yomg'irliqmi oshiyatiga deyman. Shunimi izlab beqing. U yomg'ir yog'sa baxush bo'lib ketadi. Tunib oldingizmi? Juni, Belli, Pupu. Juni bilan Belliga bo'ladi. Iqtidoiy ekologiya tamponligi asl tamlik istayman. Shundoq yana Pupu nomi bor. Faqat qisqushbaqa go'shtini yeydi. Yaponiyada ishlangan qisqushbaqa go'shti. Esimda tutib oldim. Aras, Junini sirtga chiqqanda arg'amchini uzunroq qo'yib bering, ha? U yugurib o'ynashga amroq. Uni do'stingga o'xshatsangizlar bo'ldi, ha? Oğlum, neymiş sırtı yetib olding? Mavsoltakni sirt issiq emasmikin, ha? Men uyda yetibla güzel osmondan o'zirlansa qanday bo'ladiganligini his qilyapman. Bak, qaltis bo'ldi ekan. Apa, sen mi suv içemsen? Men gazliq suv ichaman. Keçoň. Sudingmi? Bilyapsan-da, rahmat-da.
Buni har xil aroqlar bilan tanishidim. Dada, sana bir rumka tanishib beray. Nima degan chiroyliq. Go'zal manzaraga tankash yomg'ir. Esil aroq. O'g'lim, boya qo'lingdan tushirmay o'qigan seriq tashli xotiri nima ekan? Bumi Do'xining kundalik xotirasi. Nima? Kundalik xotira? Ha, qamlashmagan ish-ku bu. Uning kunlik xotirasini ko'rib nima qilsan? Hech qanday sababi yo'q. Mundaqli ko'rib qo'ydim. Bundan keyingi tushunishimizni ilgari surishga foyda. Yasanliq qilmag'ina. Ishkinglar yuryotamsizlar? Men astoydil gap qilyapman. U meni yaxshi ko'rdi. Texi o'tgandilar. Bo'ldilar demay. U oliy maktabga o'tgandan keyin uningga talab qo'yaman. Astoydillik bilan. Ey, o'g'lim. Undaq bo'lsa bu oila qudimizning uyi bo'lib qoldi-ku. Aha. Mavi gapni qudimizga malay bo'ptiman emasmi, ha? Shunda qudimizning ish kiyimini kelinimizning paypig'ini yuvib beryapsiz. Meningcha, u xil bo'ladigan qiz ekan. Muloyim, o'zimi chiroyliq, ishti-mushuklarga amroq opsiga o'xshamaydi ekan. Meningcha, sizlarmi bildinglar. Amsi men rost gapni qilay. Agar men Do'xuy bilan to'y qilib qolsam, boshqa odam tepib, ishqinlarning ro'liga chiqasamla bo'ladi. U o'tgan yili xeyli ko'p to'yning ishlarini qildi. Ularning ismini bilmay turib gulini qabul qilamdim dexe. Gül qabul qilsa, kunlik maoshiga 10 ming won qo'shib beramiz degachki shunday qildi. Sen jo'ynimakning rol elish mahorating shuning bilan o'sib qolgan-da. Rol elish mahorati bir gap. Ularni tezda oldinib qoladi ekan, to'g'rimi? Bo'libmi, xonim? Uni oldimaq shunday oson ekan. Shundoq. Bu o'ydik xonim bakli sodda, ham bak oq ko'ngil ekan. Puldor ham oq ko'ngil, ha? Puldor ham oq ko'ngil emas. Balki puldor bo'g'ashqa oq ko'ngil tushundingizmi? Mundaq chiqib aytganda, bu pullarning hammasi mening bo'lgan bo'lsa, men texim oq ko'ngil bo'lib ketdim. Oq ko'ngil. To'g'ri deydi, opang to'g'ri deydi. Puldorlar aslida sodda keladi. Yomon niyat yo'q. Yana kelib puldorlarning bolalarining kiyimida qatliqmi bo'lmaydi. Dazmal soladi, dazmal. Men pulni dazmal demoqchi. Purilib ketgan joylarning hammasini tuzlab yetalaydi. Ku. Eliqi ye ustam. Familiyasi Yido. Burun mushalarning shofir bo'lgan odamni deyman. Ye ustam. U odam hozir boshqalarning uyidan ish tepib xizmatga tushib bo'lgandi, ha? Albatta, cho'qim boshqa uydan xizmat tepib bo'ldi. Yosh ham salobatlik tursa. Shundoq. Cho'qim texmi yaxshi xizmat topdi. Voy, tozimi ber. Voy, nimaga vaqirasan? Bizga nisbatan o'zimiz eng cho'ng masala. O'zimizdan ansirsak bo'ladi, ha? Dada. Dada. O'zimizni ko'ngil bilaylik, ha? O'zimizni ko'ngil bilaylik. Ye ustamning g'amini yemay, qizingizning g'amini ye. Ajab, udul kelib qoldi desa, ha? Kechon bir vaqirish bilanlar chaqmoq chiqib ketdi-ku. Jeshka, ko'taraylik. Xo'sh. Boyi men sening vannada jo'ynayotganingni ko'rib qoldim. Nima bo'pti? Nima desa?